Xitoy mashinalarida deyarli ishlatilmaydigan funksiyalar top 6 tasi. Birinchisi avtomatik parkovka qilish. Mashinani o'zi parkovka qiladi. Amalda ko'pchilik haydovchilar o'zi parkovka qilishni afzal biladi. Yoki juda uzoq parkovka qiladi, yoki bo'lmasa joy torligi sababli bu funksiyani ko'pchilik ishlatmaydi. Ikkinchi funksiya ovoz bilan boshqarish. Ko'p hollarda u sizni tushunmaydi, inglizcha yoki xitoycha yoki ruscha gapirishingiz kerak bo'ladi. Shu sababli bu funksiyani ham ko'pchilik ishlatmaydi. Uchinchi funksiya birlashgan orqali boshqarish. Buni ham ko'pchilik ishlatmaydi, sababi postoyanno internet kerak yoki bo'lmasa nastroykasi juda ham qiyin. To'rtinchi funksiya mashinada brauzer ishlatish mumkin, lekin uni hech kim ishlatmaydi, hamma telefondan foydalanadi, telefonga osonroq. Oltinchi funksiya salon ichidagi LED chiroqlar. Nastroyeningizga qarab rangini o'zgartirsangiz bo'ladi, lekin bir marta o'zgartirasiz, shu bilan qolib ketadi. Yettinchi funksiya mashinaning ichiga karta tizimi o'rnatilgan, lekin hamma Yandex yoki Google kartadan foydalanadi. Xulosa, Xitoy avtomobillari juda ko'p texnologiyalar bilan to'ldirilgan, lekin ularni hammasi kundalik hayotga zarur emas. Funksiyalar marketing uchun qo'shildi. Foydalanuvchilar eng oddiy va ishonchli funksiyalardan foydalanadi. Qolgani musor.